Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi video darsimda Node antivirusni yangilashni ko'rsataman. Bu yerda biza o'zimni, ya'ni dasturlar o'rnatish kanaliga tegishli saytdan foydalanaman. Bu uchun bosamiz. Saytni ochish sababi Telegram kanalimizda dasturlar hammasi tartibsiz bo'lib ketgani uchun tartibga solish uchun sayt yaratdim. Bu saytda siz ham o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin, ya'ni dasturlar o'rnatish kanali va saytni rivojlantirish uchun bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Qaranglar, hozir bu yerda faqat Node antivirus, ya'ni Smart Security uchun emas, Node 32 antivirus uchun onlayn bazasini yangilashingiz mumkin. Bu yerda mana bu yerda server baza qisqacha yozilgan, ya'ni bu saytni mukammal qilib, go'zal qilib taxlaymiz. Mana serverni yangilab kopiya qilib oldim. Antivirus ochamiz. Hozir e'tibor bersangiz, antivirus bazasi juda eski. 2015-yil. Buni endi yangilaymiz. Bu yerga kirish hamma biladi, bilmasa qiyin emas. Mana bu yerda обновление bo'ling. Bu 4 dan to 8 Node antivirusgacha bemalol yangilashingiz mumkin. Izmit tugmasini bosamiz, bu yerda adres tashlaymiz, ya'ni o'z dastur, o'z flash Node 32 OK bosaman. E'tibor bering, ba'zi payt mana bu holatda bo'lishi mumkin. Bu yerda mana shu server обновление bizdan saytimiz turgan bo'lishi kerak. Bu yerda ключlarni удалить qilib tashlaymiz, endi kerak yo'q bu ключlar. Chunki men serverimda ключsiz, kaltsiz yangilashingiz mumkin. Qarang, hozir endi обновление beraman. Hozir обновление qilish boshlaydi. Ana 477 megabayt narsasi skachat qilyapti. Hozir ko'rishimiz mumkin qaysi serverdan обновление qilayotganini. E'tibor bering, bu bizning saytimiz, ya'ni dasturlar o'rnatish saytidan обновление qilyapti. Ya'ni shu adres yordamida siz bemalol Node 32 antiviruslarni yangilashingiz mumkin. Keyinchalik nasib bo'lsa Smart Security ham bazasini yangilash serverini qo'yaman. Hozir qo'ya olmayman, chunki hostingim kichik. Sizlar yordamida saytni rivojlantirib, shu yil oxirigacha, ya'ni 4-5 oyda eng mashhur saytlardan va kanal qilish niyatidaman. Bu saytda siz bemalol printerlarga tegishli dasturlarni olishingiz mumkin, proshifkalarni olishingiz mumkin. Har xil ofis dasturlari, keyinchalik nasib bo'lsa Windows установочный ISO obrazlarini ham tashlab boramiz. Обновление qilyapti. Обновление qilib bo'lyapti.
hozir birinchi marta olgani uchun katta megabayt oladi, keyin har kunlik yoki haftalik обновление qilgan payt kam oladi. Mana hozir mana обновление qilib bo'libdi. Kerakli fayllarni yuklab oldi. Hozir ko'rishimiz mumkin yana parametrlar mana turibdi. Bugun 2026-yil 15-yanvar. Dasturlarni o'rnatishdan saytida iloji bo'lsa 2-3 kunga bir tashlashga harakat qilaman. Eng ko'pi bir haftaga ba'zan tashlab boraman. Hozir bu yerda faqat Epson 31.0 dasturi bor. Keling ko'ramiz. Pauza qilib turaman. Mana e'tibor berishimiz mumkin. 2026-yil 15-yanvar bilan baza yangilandi. Soat 9:57 da. 9:21 da kechqurun. Hozir qaytadan обновление bersak, bu обновление olingan deydi. Dasturlar o'rnatish kanaliga obuna bo'ling va o'zingizga kerakli dasturlarni yuklab oling. Agar video kechirasiz, agar video yoqqan bo'lsa like bosing. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling.